Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men Toshkent viloyati Bekobod tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, iloji boricha qo'limizdan kelgancha sizlarga manfaatli bo'ladigan videolar chiqarishga harakat qilyapman do'stlar. Bugungi videomiz ko'kka qora payvand qilinganlarda natijalarini ko'rsatib borish do'stlar. Mana payvandlarimiz natijasi. Buni 17-aprel kuni qilingan ekan. 2025-yil 17-aprel. Pandora yangi sort bu, yangi nav Amerika kishmishi. Juda yaxshi kishmish Pandora. Bunisi Zeus do'stlar. Yana bitta Amerika kishmishimiz bor, Sweet Globe, bu ham yangi navlardan. Bunisi ham Pandora. Mana do'stlar natijalari. Ko'kka qorani natijalari juda yaxshi bo'ladi do'stlar. Mana bunisi ham endi harakatda. Bunisi Dneprovskiy Sunner. Dneprovskiy kvartal ham bor. Mana natija do'stlar. Mana. Bunisi Poltavskiy manikur. Poltavskiy manikurda ham bor mana harakatda. Hozir tashqarida yana qilingan payvandlarimiz bor. Do'stlar, yana bir ma'lumotni berib o'tmoqchi edim. Katta uzumlarga 3 yillik, 4 yillik uzumlarga payvand qilishda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak, shularni ham aytib o'tmoqchiman. Do'stlar, payvand qilingandan keyin qolgan tanadagi chiqqan novdalarni hammasi 100% olib tashlanadi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, hammasi 100% olingan. Mana bironta boshqa oshiqcha novda qolmagan. Hammasi olinadi do'stlar. Mana shunday qilib olingandan keyin natijasi juda yaxshi bo'ladi. Mana bu 3 yillik uzumimiz tanasi bu mana 3 yillik. Tesha sopidan sal kichkinaroq 3 yillik. Hozir tashqarida ham yana qilingan payvandlarimiz bor. Uni ham bir ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana do'stlar, keyingi qilgan, pastdan qilgan payvandlarimizni ham bir ko'rib chiqamiz. Bismillah. Bu pastdan qilingan mana. O'tgan yilgi ko'chatida bu. Bu yil bunga payvand qildik mana. Mana bunisi ham endi ko'tarilyapti. Bu ham mana shu 17-kuni qilingan mana. Shu hosillarini ham ko'rsatyapti. Mana bunday chiqqan, yonidan chiqqanlarni doimiy ravishda o'zidan chiqqanlarni olib turamiz. Bunisi avtograf Kaluga. Avtograf Kaluginimizda mana ancha o'sha ko'tarilib qoldi. Xo'p, keyingisi bunisi nima ekan? Bu ham avtograf Kalugin mana. Do'stlar, bunisi Paslannik. Paslannikda o'shana hosillar ham bor. Do'stlar, bu yilgi sezondagi videolarimizni qoldirmay kuzatib boringlar do'stlar. Juda yaxshi yangi navlarimiz ko'p, ma'lumotlarimiz ko'p. Xudo xolasa bizni kuzatishda doim davom eting do'stlar. Bunisi Tornado. Mana buni ham harakatda do'stlar. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana. Mana shunday qilib payvandlarimizni qilganmiz do'stlar. Buni mana yana payvandlarimiz. Bu yil ham 30 dan oshiq yangi navlarimizni olib keldik. Do'stlar, hammasi xudo xolasa amalda, to'plashda. Do'stlar, bizni kuzatib borishda yana bir bor qaytaraman. Davom eting, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.